lekin baribir uni so'ramasak ham bo'lmaydi. O'zi nima bo'lyapti? Ya'ni nimaga chekda bunaqa misol uchun necha yillik korzinka faoliyatida onda sonda bo'lib turar edi, bu safar qandaydir tizimlidek ko'rinib qoldi yoki bu ijtimoiy tarmoqlarni natijasida tizimlidek ko'rindimi yoki sizlarda hisob kitob shunaqa rostdan ham nimadir xato ketdimi? Yo'q, xato tizimli xato ketgani yo'q. Korxonalarimiz soni ko'paydi, qamrovimiz ko'paydi. Masalan, aytaylik, hozir masalan 4-5 yil oldin desangiz, masalan 50 ta market va qamrovimiz aytaylik 100 mingta odam. Hozir 500 mingta odam. Bunday olib qarasangiz, korzinkani bilmaydigan odam yo'q va hammani hayotiga ta'sir qiladi. Palon rayonda pistonchi bir narsa qilibdi desa, qanchalik bir nima deydi, aqlga bovar qilmaydigan ish bo'lgan bo'lsa ham, ha shunaqa bo'libdi desiz, o'sha payt anaqa, lekin siz u rayonda turmasangiz, boshqa qilmasangiz sizni u qamramaydi. Lekin mana korzinkani qamrovi haqiqatan mana shuncha uy xo'jaligiga ta'sir qiladi va shuning uchun korzinka to'g'risida bo'ladigan har qanday xabar hamma xuddi o'zini hayotiga daxldor deb ko'radi. Mana bu narsada ikkita narsa bo'ldi. Bu hamma anaqadagi hali ijtimoiy tarmoqlarni tushunasizlar, virus bo'ladi. Haqiqatan masalan bir narsa bor, odam omili hali ham marketlarda juda katta. Qaysi ma'noda? Mana narx o'zgaradi, aksiya bo'ladi, aksiya tugaydi, boshqa qiladi. Har doim o'sha payt o'zgarish bo'lganda narx-navolar momentalni o'zgarishi kerak. Endi mana aytdim, o'sha xodimlarni ustida ishlash kerak, boshqa qilish kerak. Lekin haqiqatan qayerdadir ham ulgurilmayapti, qayerdadir ham shtatimiz yetishmayapti. Mana ayniqsa yozda bilaman, yozdacha odamlarning ishi ko'payib ketadi. Haligi dalaga chiqib ketishadi, o'tga chiqishadi, bo'tga chiqishadi. Shtatlarda bizda anaqa bo'ladi, praval. Ya'ni shuni anaqasiga masalan o'sha narx-navolarni vaqtida qilish olmaydi. Mana shunga o'xshagan o'zi to'polon o'zi ko'proq yozda bo'ladi. Keyin nimaga? Meva-cheva narxi har kuni o'ynaydi. Uni tez odatda masalan aytaylik 100 ta narx-navoni kunida almashtirishga qilasiz. Lekin hozirgi sezonda 500 ta 1000 ta narx-navoni bir kunda qilishingiz kerak, xuddi o'sha kuch bilan. Mana endi o'shani bo'lganda masalan men o'ylaymanki, ko'p odamlar keyin biz 50% skidka qilamiz, bu 50% skidka qilamiz qanaqaki, agar o'shani uvol bo'lmasin deb oxirgi 3-4 kun. Lekin o'sha narsa srogi yaqinlashiga tom bo'lsa, aksiya o'sha payt tugaydi. O'sha aksiya degan narsasini birov olib qo'ymaydi. Boshqa men o'ylaymanki, shunga o'xshagan xatolarda odamlar to'qnashdi. Qanaqaram menda bitta bo'lganman, qo'shnim aytganda, unaqa deganda, bunaqa bo'lganda, masalan shu qandaydir men o'ylayman, anaqa haligi gazga o'xshab anaqa yig'ilgan, keyin bir 3 kun bo'lgandan keyin gumburlaydi. O'sha 3 kun bo'lgan anaqada birinchi chiqqan videoni men momentalni ko'rdim, nima qildim? Mana 100 mingga aldayotgan, ikkini bosganda 22 chiqib qolgan. Mana mashina ikkita olgan, masalan, bossa 22 bo'lib qolgan, kassir bergan, keyin qatta men 22 ta olmaganman desa, voy kechirasiz. Endi 2 marta bosilib ketdi degan. Yo'q, bular ham bilib qiladi. Bilibman, masalan, o'sha kassir bechara bor-ku. O'sha puldan bir tiyin uni cho'ntagiga tushmaydi. Unga masalan 2 ni 22 qilib yozibsan, mana 10 tasini puli senga deb, undan hech kim bunaqa nima deydi, anaqa tuzmagan to's. Endi bo'ladi. Представь, hozir menda 1,5 mingta kassir, men ulardan aytaylik korxona tizimli anaqa kirsa. Keyin bir ikkita juda ham virus qilib noto'g'ri qilingan narsa shatda chek qilib, mana kalkulyatorda hisoblab chiqsam 50 ming summasi ko'p ekan. Mutlaqo bo'ladi-yu. Po определению bo'lmaydigan narsa. Bu QRli soliqda tushadigan, agar o'sha yerda summa raznica bo'ladigan bo'lsa, u chek chiqmaydi o'zida. Endi bu lekin kalkulyatorda sanasam, o'zi men o'ylayman anaqa bir yaxshi sinfda bir aytaylik 30 tadan 5 ta bola matematikani yaxshi hisoblaydi, bo'ladi. Kalkulyatorda hisoblaganda problema ham bor. Biza skidka deymiz, NDS, unisi sifralar сложный-da endi. Haqiqiy samimiy sanab xato qilish mumkin-da. Bizzatni minslay ruscha aytganda. Yomon anaqasi. Sanaydi boshqa. Endi agar masalan men sanadimda, chek qaytanga kichkina chiqib qoldi.
buni publikovать qilib nima qilaman? Ha. Lekin agar chek katta chiqib qolsa, unda qilaman. Savol, nima korzinka faqat o'zini foydasiga yanglishadi? Mana hamma chiqarayotganlar hech kim mendan kam olishibdi demadi-yu. Kam oldim deb pichatlanadi hech kim bor, anaqa. Ha, to'g'ri ekan deydi. Men xato, o'shanda hamcha men xato qildim, o'zi to'g'ri olgan deydi. Masalan, qo'yadi boshqa. Lekin anaqa adashib ketdim shekilli. Adashib ketdim shekilli deydi, boshqa narsa-da endi. Lekin mana shu narsa. U narsani endi o'tirib men endi aytdimki, bolalar davaychi anaqa mas'uliyatli qilishimiz kerak. O'shaning uchun sal vaqt oldi. Bot qilinglar, boshqa qilinglar, necha million chek bo'lsa, hammasini o'tkazinglar dedim. Prosta aytaylik, bu narsa qildik. Prosta bo'lishi mumkin emasligini bilamiz. Masalan, bor-ku, menda masalan, hozir shuni tashlasam, osmonga uchib ketmaydi. Bilaman, что noto'g'ri. Nima aytdimki, qilib, eksperiment qilib, hisoblab ko'raylik. Oxirgi men yilni boshidan hisoblashda undan propozitsiyam и общая summa 0 cheklandi. Yana 1 yil qo'shinglar, yana 1 yil, yana 2 yil. Xullas 24, 25, 26 ni shu paytigacha AI agent qilishdi-da, dingillat hammasini hisoblab chiqishdi. Qancha bir tiyin ham chiqmagan. Bo'ldi dedim. Endi mas'uliyatli eta olamiz deb. Endi buni qanaqa isbotlaymiz masalan? Biz AI qilib tekshirib chiqardik. Bu nimada bir tiyin ham qaysi ma'noda? Chekingizni pozitsiyalarini qo'shib chiqsa, summasiga to'g'ri kelmagani. Masalan, ya'ni bitta chekni o'zida 10 ta mahsulot yozilgan, jamisi xato chiqqan. Shu mana anaqa da'vo bo'ldiki, jamisi xato chiqyapti dedi. Chekni o'zida turibdi, mana ular yolg'oni 110 ming so'm yozyapti. Masalan, men kalkulyatorda hisoblab chiqsam 100 ming bo'lishi kerak, bu 120 ming yozadigan, videoda ishlatilgan. Dastur Videoda ishlatilgan. Unaqa bo'lishi. Videoda lekin aytgan, mana shundoq chek qayta hisoblattirsam, misol uchun 100 ming kam chiqdi degan. Ha, lekin bu anaqa o'zi 2-3 nima ehtimoli deyarli 0 ga teng. Ehtimoli yo'q. Yo'q, mana hozir men aytaman, deyarli so'zi ham o'zi yo'q, 0. Biza o'sha payt mana qancha publikatsiya chiqsa men ko'rdim. Prepost u bo'lamdan 452 ta publikatsiya chiqdi. Masalan, tega o'shani hammasini yetsa, o'sha 452 ta publikatsiya bu repost sudalamdan hisoblasa, o'sha aytgan 18 ta haqiqiy da'vo bo'ldi. 18 ta haqiqiy da'voda hammasida bundoq bittasida mana bu 0,5 litrli suvni mana shu narsa anaqasi QR kodini skan qilyapti-da. Zavodda 1,5 litrli suvni anaqasini QR kodini qo'ygan. Yopishtirilgan ekan. O'shanda mana men 0,5 litrli suv oldim, 1,5 litr deb yozibdi chekka. Biz anaqa emas, bu texnologik anoni ishlab chiqaruvchi noto'g'ri QR kod qo'ygani. Men uni razobratsa qildik boshqa. Har bitta o'sha jalbani oxiriga yetib, egalarim bilan gaplashib, o'shalarni tushuntirib nima bo'lgan, narxnoma nima bo'ldi, hali ayol sinimizda o'sha 2 ni 2 bo'lib ketgan hammasi qilib, pullarni qilib, o'sha jalbalar birontasiga o'rin qolmadi, o'sha hammasi no nima deydi? Anaqa reputatsiyani putur o'shaning uchun o'sha bo'yicha biz shug'ullandik, boshqa qildik, o'shani qildik. Endi o'tirib qanaqa объявить qilamiz deb o'tdik. Shu payt anaqa налоговый chiqaryapti, что anaqa hozir mana любой chekni oldinglarda bo'lsa, QR'ni qilsanglarcha soddalashtirilgan chek qilib berishdi-da. cho'ntaklarni tozalab berdim. Keyin o'sha payt chiqib qo'yanda men aytdim, "Bolalar bosinglar" dedim. Tushuntiraylik, что hamma qilsin mana ko'r. Keyin u narsachi endi bundan buyog'iga to'g'rilab qo'ygandirsizlar. Yo'q. 3 yillik cheking bo'lsa ham olganda skaner qiyin chiqadi. O'sha narsa bor-ku, что o'sha biz emas, налоговый hisoblab beryapti summaning qanaqa chiqishini. Tekshir, agar bizda masalan o'sha 130 bo'lib, налоговыйda 120 chiqsa, olib nima deydi, boshimizdan yorsin yor o'shamdan. Bor-ku? Lekin yo'q bu narsa.